Spark avtomobiliga ham takoy navrotlar qilib beryapmiz. Qaranglar. Faralari billet bo'ldi, to'rnishlar qoraytirib berildi. Black piano oblisovkalar taqildi, dugalar qo'yildi, krugoy tonirovka qilindi. Bu o'zi Spark mexanika varianti. Okamlar ancha-muncha mehr beryaptilar salonga. Eng qizig'ini qaranglar. Malibu 2 rul original, Malibu 2 bar mexanika uchun ruchnoy tormozlari elektronniy, podstakanliklari bor. Mana bunaqa 13 dyumli monitor o'rnatib qo'yganmiz. Bu 13 dyumli monitorimiz MLS brendi ostidagi original monitorlar bo'ladi. Kачествоsi zo'r, turishini qaranglar. Trezor qo'yib olgandek bo'lganlar. Bitta registrator ham qilib berdi TS brendidan. Xullas tayyor mashinalari. Rulga nima ulab berdik? Dinamogat qiladigan signal, bu yoq polni multimedia ulangan. Podsetkalari salonga mos belizoy qilingan. Xo'p, barimizda ruchnoy tormoz elektronniy original ovozsiz ishlaydi. Ichlari shunka qilingan polni. Mexanikaga mushni ishlaydi. Bunaqa kaptiv skorsdan o'rnatib qo'yganmiz. Monitorimizda navta regulyatorlari bor, navta pianinoga o'xshagan mana qaranglar knopkalari bor. Hammasi joy-joyi o'rnida ishlaydi. Xudo xolisa, bu ham mushni. Xo'p, qaranglar, buni zadniy kamerasi bilan o'rnatib qo'yganmiz. Ko'ringlar. Tiniqligiga o'zinglar baho berib qo'yasizlar. Full HD kameralar. Xullas, xizmatlar bo'yicha Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Ishidan chiroyli qilib bitirib tayyor qilib beramiz. Bizani kuzatib olib, bizdan so'rashib qo'yinglar.